Dinamo Navbahor o'yinida O'tkir Yusupov ikkita moment juda yaxshi harakat qilib jamoani muqarrar goldan hisoblab qolmaganda bizning bashoratimiz balki to'g'ri chiqardi. Jangovar Siz shunga durang. imoningizni qilgan. Lekin bu yerda men o'sha podkast oldingi sonda aytdim, sizlarga aytdimmi? Abramov yangi tuzadigan jamoasi hali qanday bo'ladi? Bu vaqt ko'rsatadi. Haqiqatan ham Ratinho ularga juda katta yo'qotish edi. Ya'ni o'rtani ushlab turgan paytidan o'tgan yili Cheransiz qiynaldi Paxtakor birinchi davrada moslashib olguncha. Ratinho Paxtakor Dinamoni katta bir o'yinchisi, yarim jamoadan. Odatda darvozabon yarim jamoa bo'lsa, Dinamoda Ratinho edi. Toki uni yangi legionerlari bilan o'yinchilari moslashib olguncha vaqt ketishi kecha Navbahor o'yinida aks etdi deb o'ylayman. Bo'lib ham Babir Kapazzi haqiqatan yaxshi murabbiyligini birinchi turda isbotladi. Tezkor gol ko'rdik bu o'yinda. 4-daqiqada gol ko'rgan bo'lsa, keyin darrov javob berdi bunga Navbahor. Balkim shu uchun men o'ylagandimki, tezkor goldan keyin agar aynan shu payt tez javob qaytarilmaganda, menimcha o'yin boshqacha, bizni hisob bo'yicha boshqacha bo'lardi. Dinamo chunki aytgan narsa ham o'xshab ketardi. Ha, aynan shu narsa bo'lishi mumkin edi. Chunki ana ilhomlanish Samarqand va muxlislar oldida juda Navbahor xalaqit qildida. Yo'q, bu ko'proq O'tkir Yusupov. Shunaqa. O'tkir Yusupov ko'proq xalaqit qildi desa bo'ladi. Umuman u yerda nisbatan yana legionerlar orasida menga u yerda yoqqani Samarqanddan Dembelening o'yini yoqdi. Aynan himoyada juda ko'p qaytarishlar bo'ldi. Ana ishonchli, ayniqsa Jiyanov tomonidan bo'lgan hujumlarni ko'proq bartaraf etdi. O'rtada aynan o'sha Ratinhoning o'rniga kelgan Kingsley yana Safo ozgina bor. Qo'shish kerak. Ya undan ishonchli Tilmavretich yaxshiroq ko'rindi o'yinda. Samarqand safida. Boshqa legionerlarni hali ulgurmadik, hali ularga tushirmadi. Urugvaylik hali ko'rmadik va yana bitta argentinalik o'yinchi hali tushmadi. Ularni balkim keyingi turlarda ko'ramiz. Navbahor safida qolganlardan yanch bo'lsam Tedi bor edi. Zaxiradan tushdi. Vanya. Voy gaplashganmiz. Aynan shuni o'yini menimcha namanganliklarga ham menimcha xush keldi. Namanganlik muxlislar uchun menimcha birinchi turda ko'rsatgan o'yini shu barqaror o'yin ketsa kerak shu o'yinchida, legionerda. Umuman Timur Kapadzega ham tasanno safarda o'zi umuman turda 8 ta o'yinni ichida mehmonda g'alaba qozongan faqat Navbahor bo'ldi. Yo'q, Bunyodkor ham bor. To'g'ri. Endi Bunyodkor safarda deb bo'lmaydi, Toshkentda bo'ldi. Shunisi bor-da o'shanda. Chisti safarda Navbahor. Chisti safarda. Navbahor Rosmana yo'l bosib bor o'yini. Bo'lib ham dovon oshib. Poyezd bu narsa. Ya'ni muxlislar bilan-da. Haqiqiy muxlislar o'tdi nisbatan. To'g'ri. Navbahor siz aytdingiz, legionerlarga to'xtalsangiz, asosan mahalliy futbolchilardan Quvondiq Ro'ziyev ta'kidlagan bo'lardim. Neftchidan o'tdi Navbahorga va maydon markazida yaxshi o'ynadi, zo'r o'ynab berdi. O'tgan yili Neftchi safida qanotda ham o'ynatgandi-da, qanot winger sifatida ham o'ynatgandi, lekin uni joyi markazda baribir va Navbahorda markazda yaxshi o'ynab o'sha raqib safidagi maydon markazini yo'q qilishga harakat qilib berdi. Ro'ziyev va buni uddasidan chiqdi jamoasi yutdimi, demak, uni hissasi kattaroq bo'ldi deb o'ylayman. Va O'tkir Yusupov bo'yatdi, tezkor gol. Adashmasam, o'sha vaziyatda ham Yusupov qaytargandi. Qaytardi, shunchaki to'p bo'sh qolgan darvoza bo'lgan. Bo'sh qolgan darvoza. Ya'ni Yusupovga hech qanaqa savollar yo'q. Eng muhimi, Yusupov ko'rdik formasi yuqori darajada terma jamoani asosiy posbon sifatida.